Bugungi taqdimotim VR texnologiyasini kutubxonalarda qo'llash. Bu tayyorlaydigan taqdimotimizni Canva'da tayyorlashga qaror qildik. Buning uchun Google'ga kiramiz, Canva deb yozamiz va chiqadi. O'sha bo'yicha kiramiz va o'zimizga kerakli bo'lgan bo'limni tanlaymiz, ya'ni taqdimot tayyorlashga kira olamiz va o'zimizga mos bo'lgan, yoqadigan, o'zimizga qarab, mavzuyimizga qarab dizaynni tanlab olamiz va o'zimiz to'plab qo'ygan Wordga ma'lumotlarimizga kiramiz va o'sha yerdan ma'lumotlarimizni olib joylaymiz. Mavzuyimiz yana bir marta olish uchun elimizdan ko'ra oldik. Xo'sh, VR texnologiyasini kutubxonalarda qo'llash, mavzuyimizni joylashtirib olamiz. O'zimizga moslab tekstni xohlagancha qo'yishimiz mumkin va pastga bajardini tekstimizni kiritib qo'yamiz. Bajardi. Shu Ernazar va Sevinch deb. Undan keyin bu texnologiya haqida qisqacha ma'lumotni kiritib o'tamiz. Kiritib o'tishdan avval o'zimizga maydonni to'g'rilab olamiz. O'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olamiz va keraksiz tekstlarni o'chirib tashlaymiz. Shriftini va boshqa narsalarni moslashtirib olamiz. Endi esa shu 6 ta kutubxonani VR texnologiyasi asosida ishlaydigan 6 ta kutubxonani kiritamiz. Ma'lumotlarni razmerini 2 xil ravishda o'zgartirsa bo'ladi. Bittasi shu minus, plus taraflardan, ikkinchisi esa qo'lda kiritish. O'sha raqamni ustiga bossak o'zgaradi. Endi qalinlashtirish B'ni bosamiz, qalinlashadi va razmerini o'zgartiradigan yoki shriftimizni o'zgartiradigan bo'lsak, matnimizni belgilab olib turib, shriftga o'tib, kerakli matnimizni shriftini yozib olamiz. Biz Times Roman'da ishlashga qaror qildik va yozdik. Endi shu kutubxonani rasmini joylashtirib olamiz. Xo'sh, buning uchun kutubxonani shunda nomini kopirot qilib turib, bosib beramiz va o'sha chiqqan rasmni kopirot qilib, o'sha ramkaga joylashtirib olamiz. Ramkani elementlar bo'limidan olishimiz mumkin va ramkani o'zimizga moslashtirib katta-kichik qilib olishimiz ham mumkin. Endi ikkinchi betimizda ham xuddi shunday, ikkinchi kutubxonani olamiz, ma'lumotini joylashtiramiz va keraksiz joylarni o'chirib tashlaymiz. Xohlasak agar oddiy elementlarni hammasini o'chirib turib, o'zimiz ma'lumotini olsak bo'ladi, matnni olsak bo'ladi, ya'ni matn degan bo'limdan o'zimizga matnni olsak bo'ladi. Bu yoqdan o'rtaga qolishimiz yaxshiroq kutubxonaning nomini. Chunki kutubxona nomiligi uncha bilinmayapti agar bular bilan bir xil tursa. Shuning uchun to'g'rilab olamiz. Undan keyin yana rasmini olamiz va shu ramkaga kirib, elementlar bo'limiga ramkasiga kirib, ramka tanlab olib, rasmni joylashtirib qo'yamiz. Va shu ketma-ketlikda boshqa slaydimizni betlari shu asosda ketadi. Xo'sh, mana buni taxlab oldik. Endi keyingi kutubxona. Bunda ham joylab olamiz, tekstlarni olamiz, o'zimizga kerakli shriftni beramiz. Endi rangni o'zgartirib olamiz. Undan keyin kutubxonamizning nomini belgilab turib, B'ni bossak qalinlashadi, ya'ni jerniy bo'ladi. Xo'sh, endi bu kutubxonamizga elementlar bo'limiga kirib turib, rasm uchun ramka tanlab olamiz va Google'dan uning rasmini olib, endi ramkani ustiga qo'yamiz va joylashadi. Endi ramkani ustiga 2 marta bossak, rasmni qaysi tarafga surishlari ketma-ketligi chiqadi. Bunda ham o'zimiz matn olishga qaror qildik. Matndan kirib, matnni olib turib qolamiz. Endi kutubxonamizni jerniy qilib olamiz. Rasmni yaxshiroq sifatlisini olamiz va kopirot qilib joylashtiramiz slaydga. Bunda ham mana ramkadan foydalanmasdan rasmni o'zi qo'llanilgan. Shuning uchun elementlar bo'limiga kirib ramkada bosib bersak ham chiqadi yoki-da shuncha kirsak ham turgan bo'ladi. O'sha asnosida tanlasak ham bo'ladi. Xo'sh, bunda turlicha ramkalar bor. O'zimizga qarab, shu mavzuyingizga qarab, dizaynga qarab o'zingizga tanlab olasiz.
va oxirgi kutubxonamiz, yo'q, bu 5-kutubxonamiz. O'rtaga qoldik kutubxona nomini va rasmni o'chirib ramka oldik o'zimizga. Kutubxona ismini Jerniy qilamiz. Mayli, birinchi rasmlarni olamiz. Rasmlarni olgandan keyin joylashtiramiz va Jerniy qilamiz. Xo'sh. Rasmimizni joylashtirib oldik, matn bo'ldi va mavzuyimiz tugadi. Endi keraksiz joylarni delete qilib o'chirib tashlaymiz va eng oxirgi qismiga hammaga tashakkur, rahmat yozamiz. Oxirgi betiga rasm qo'ysak ham bo'ladi, qo'ymasak ham bo'ladi. Bu o'zimizning xohishimiz. Bu ma'lumotlar ham sal boshqacha turgani uchun o'chirib tashlasak yaxshiroq. O'chirib tashlaymiz va yuklab olamiz. Yuklab olishni bosib yuklab olsak bo'ladi. Olgan ma'lumotimizni olib qo'yamiz va shu bilan tugadi. Hammaga rahmat.